Siz odamlarni o'zgartira olmaysiz. Ular xamirmidi xohlagan shaklingizni bersangiz. Menimcha, haqiqiy qadr-qimmat va muhabbat kimnidir borligicha qabul qilishdan kelib chiqadi. Tasavvur qiling, hayotingizga bir inson kirib keladi. U sizni cheklay boshlaydi. Uni kiyma, buni kiyma, u yerga borma, bu yerga borma, u bilan gaplashma, bu bilan gaplashma deydi. Har doim o'z istaklarini sizga yuklashga harakat qiladi. Buni chinakam sevgi deb o'ylaydiganlar ham bor, ammo unday emas. Buning nomi sevgi emas, buning nomi muammo. Buning nomi xudbinlik. Agar o'zaro ishonch va hurmat bo'lsa, sevgi quyoshi o'sha yerdan porlaydi. Hayotingizda sizni o'zgartirishga harakat qiladigan emas, boringizcha qabul qilib sevadigan insonlar bo'lsin. Men odamlarni qushlarga qiyoslayman. Osmonga tegishli va osmonga oshiq bo'lgan bir qushni tasavvur qiling. Agar uning qanotlari kuchli bo'lsa va u uchish o'rniga yoningizda qola olsa, u sizni chindan ham sevadi. Bu juda oddiy. Rashkingiz tufayli hech kimni qafasga qamab qo'ya olmaysiz. Bu rashk emas, bu xudbinlik. Bu sevgi deb atalmaydi. Sevgi shunchalik g'alati tuyg'uki, insonni baxtdan samolarga ko'taradigan ham, dardumoniga g'arq qiladigan ham bitta odam ekanini ko'rsatadi.